Parda tursun go'zalliklari. O'ta sovuq, salqin joy ekan. Maza qildik, tavsiya qilaman. To'g'ri yamiz Hasanboy, Husanboy? To'g'ri. Yana ham to'g'riga, yo maqam. Haqida. Ma'nan chiqdi. Parda tursunda eng ashi tepalariga chiqaverasizlar. Pastlarda suvlari ham oz ekan. Bilmayman, suv o'zi ozayib ketar ekan. Ash tepada suv ko'p ekan. Biz ash tepasiga bordik. Asfalt tugab, shu shag'alli yo'ldan ham ketaverasizlar. Keza bir 300-400 metr tepaga chiqsalaring, ajoyib joylarga kelasizlar. Mana hozir mana shu yerdan bu pastdagi joylar tomonni qaratib qo'ying. Bu bo'lmag'ir joylar ekan, kirmanglar. Tepaga qarab ketaveringlar mana, tepaga. Tepani ko'rsat. Tepaga qarab yursalaring, o'zi mayda yo'l tugaydi. Bu yog'i kecha shag'alli yo'l, 300-400 metr chiqasizlar. Dachalar, zo'rlar mana shu yerda ekan. Suvlari ham zo'r, tinch. Pastlarda jariga ichuvchilar ko'p, bir odam zid joy ekanda. Mana shu chiqqaningizda mana soy bo'yida dam olish joylari bor deb yozib qo'ygan. Mana telefon raqamini ham ol, u telefon raqami. Telefon raqamlari, bemalol telefon qilib kelishinglar mumkin. Ajoyib joylar ekan, tavsiya qilib qolaman. Endi komfort emas, lekin tinch, mazza joy ekan. Eng qizig'i suvlari sal seyrobroq ekan bu yerda. Pastlarda suvlari ariqcha bo'lib qolgan ekan. Mashinalar ham bemalol tushaveradi mana. Andijon Farg'onani mashinalari turibdi. Yaxshi zo'r joy. Mana shunaqa so'rilari bor ekan. Ichkaridan joy ham berar ekan, uyni ichidan xohlasalaring, bo'lmasa mana shu yerda yotilaverar ekan. Joylar unaqa komfort emas. Tog'da endi bu. Tog'da mana yerda dam olib, suv bo'yida dam oladigan joy, balki komfortlari ham bordir. 5-6 ta xonadonlarga kirdik. Bundan battar bo'lsa balki, bundan zo'r emas. Mana so'rilar, yog'ochdan qilingan kiypir. Kishi boshiga 50 mingdan pul olar ekan. Biz endi bir sutkaga 11 kishi 350 ming so'mga gaplashdik. Narxini tushirib olsa ham bo'lar ekan. Shunaqa, yaxshi. Salomat bo'linglar. Tepada suv mashnaqa ekan, endi hozirgi paytda shu holatda ekan. Pastda juda ham ariqcha bo'lib qolgan ekan. Suv ozaygan payt shekilli-da. Lekin o'ta salqin.
tepalikka Gentra Cobalt'larda chiqishni maslahat bermaymiz. Mana bu yerda Hasan Ali bor ekan. Olib borib kelaverar ekan. Dam olish maskanimizdan 10 kilometr tepaga chiqib keldik. Yo'l nihoyatda notekis ekan. Damas, Gentra Cobalt'larda tavsiya qilmayman. Mana shunaqa mashinalar, mototsikllar olib chiqar ekan. 250 mingdan olib chiqar ekan. Va Hasanboy degan ukamiz 200 mingga olib chiqdi. Yana 5-10 so'm o'tib beraman ham dedi. Mana shu arsizorni bir ko'rib dam olib ketinglar aka deb tavsiya qildi. Xudo xolasa mana shu yerda aylanamiz a, bolalar. Suvni qaranglar, oqishini. Qatiqlar bor ekan. Qatiq ichgani qatiq bor ekan mana. Sos mu? Sos mu? Nima deb yozib qo'yibdi? Tabiatga keldik mana. Archazor. Bu yoqqa shu suvni boshlanish qismlari ekan. Bu manzarani hamma joyda ham ko'ravermaysizlar. Bolalarga hushyor bo'lasizlar. O'ta tikka ekan. Shuning uchun mana bo'ydoqlar bo'lsa ketaveradi, bunaqa yoshlar yerda juda tikka ekan. Tushish. O'sha Archazorni mana jilg'asi, mayda jilg'asi. Hozir pastda yana kattaroq jilg'asi bor ekan. Jilg'a mana shu tepadan tushar ekan. Hozir biz o Archazorga tepaga chiqdik. Bu jilg'aga tusha olmadik. Tikonlar ko'p ekan. Pastdagi jilg'asi Bunaqa joyda bilan o'ylanganim. ajoyib manzara. Chodagi ham yaxshi, lekin parda tursin, ozgina salqinroqqa o'xshab tuyuldi menga. Xullas, tabiat qo'ynida maza qilyapmiz. Kelib dam olib ketsa arziydigan joy ekan. O'sha dam olish maskanidan 200 ming pul sarf qilib chiqishga arziydigan joylar ekan. Zo'r. Bu yo'llarga faqat mana shu velis, mototsikl yurar ekan. Tavsiya qilmayman. Adashib yosh bolalarni gapiga kirib yengil mashinada chiqib olmanglar. Ana. Safarimiz qaridi, xudo xolasa inshaalloh. Mana ajoyib joylar ekan.
yana kelamiz bu yerlarga. Sog' va omon bo'linglar.